Xohlasiz hokaga, xohlasiz o'rta, xohlasiz yirik. Umuman ko'mir tanlamaydigan, nima uchun desam, do'stlar, bemalol bunkerga tashiydigan, yoqib yuboradigan bo'ladi. Nima uchun deyotgan bo'lsa, 0.75 motordan baquvvatdan qo'yiladi. Shuning uchun umuman tanlamaydi. Nam tortib qoladi ekanlar uchun esa do'stlar, ichiga nam tortib qoladigan ko'mirlar yoqib beradigan, nima deydigan bo'lsa, chunki nejaviga qo'yilgan bo'ladi. Undan tashqari seytuvchi bo'lsa nima qilaman deganlar uchun 3 soatdan 22 soatgacha seyt bilan ta'minlaydigan mana shu aqlli sekretning o'zini mana shaqangi qutilari bo'ladi do'stlar. Bularni bemalol olib turib yoqadigan bo'lsangiz do'stlar, 3 soatdan 22 soatgacha seyt bilan ta'minlaydigan bo'ladi. Eng asosiysi aqlli katta yo'llarda eng ishonchli joyga yetkazamiz do'stlar. Xohlasalar do'stlar, mana bu joyda Aristonning varianti bo'ladi. Bitta katta yo'l qo'yganmiz, Ariston suv qaynaydigan bo'ladi do'stlar. Bitta qo'q bilan ikkita qo'yonga uradigan bo'ladi do'stlar. Narxlar keladigan bo'lsa 350 dollardan boshlanadi. Bunkersiz varianti. Undan ag'iga keladigan bo'lsa bunkerlar 949 dollardan boshlanadi. Har juma kuni aloqaga chiqadigan bo'lsa 50 dollar chegirma qilib berishadi do'stlar. Albatta soqqan bos kanalida olim deydigan bo'lsa, xohlasan aynayli, xohlasan bez aynaysiz variantda qilib berishadi do'stlar. Biz hozirgi kunda Nur Techno Groupda optim sotiladigan joyda turibmiz. Pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar.